Messi maydonda amalga oshira olmaydigan biror bir ish yo'q. Uning mislsiz iste'dodini tan olmagan insonni topish ham oson bo'lmasa kerak. Lekin negadir undan doim nimanidir isbotlashni talab qilaveradilar. Avvaliga uning Xavi va Iniestasiz hech kim ekanini iddao qilganlar, keyinroq Messi sheriklarsiz o'z buyukligini namoyish qilavergani sari boshqa narsa, ya'ni jahon chempioni bo'lishni, Maradonadan zo'r ekanini isbotlashni talab qila boshladilar. Axir dunyo qanchalar jahon chempioni bo'la olmagan buyuklarni qabul qilgan, olqishlagan, haligacha eslanadi. Messining aybi nima? To'p bilan har qanday raqibni yosh bola qilib tashlaydigan Messining o'zi negadir doim qarshimizda yosh boladek. Futbol olamidagi buyuk shaxsiyatlarning bir qatorida turishga unga nimadir yetishmayotgandek. Shunday emasmi?